Markavcha aslida Koreyada yo'qligini bilarmidingiz? O'zbek dasturxonining doimiy mehmoni karishcha sabzi salati, ya'ni xalq tilida markavcha deb ataladigan salat aslida Koreyada mavjud emas. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu salat O'zbekiston hududida yashovchi koreys diasporasi tomonidan yaratilgan. 1937-yilda Stalin davrida minglab koreyslar Sovet ittifoqining uzoq sharqidan O'zbekistonga majburan ko'chirilgan. O'zlari bilan an'anaviy retseptlarni olib kelgan bu xalqqa tanish mahsulotlar yo'qligi sababli ular muqobil variantlar izlay boshlashgan. Koreyada odatda kimchi, achitilgan karam salati keng tarqalgan edi. Ammo O'zbekistonda Xitoy karami topish qiyin bo'lgan sabab sabzi asosida o'xshash ta'm yaratishga harakat qilingan va shu tariqa qalampir, sirka va sarimsoq bilan to'yintirilgan sabzi salati paydo bo'ladi va u tez orada mahalliy aholining ham sevimli taomiga aylanadi. Bugungi kunda markavcha turli xil ko'katlar, go'sht, yong'oq yoki dengiz mahsulotlari bilan boyitilib, to'y dasturxonlarining ajralmas qismiga aylangan.